keyin esa o'sha soatni egasiga bergansiz. O'g'ri kimligini aytmagansiz, ustoz, aytmagansiz. Agar siz o'shanda aytganingizda men bir umr o'g'ri degan tamg'ani sinfdoshlar o'rtasida o'g'ri degan nomni olib yurgan bo'lardim. O'shandan beri mana shu dard meni qalbimda. Yoshim ulg'aygan sari shu dard ulg'ayapti ustoz. Mana bugun sizga aytib ancha yuragim to'kib oldim. Mana shu qilgan yaxshiliging uchun sizga ta'zim bajo bildiraman ustoz. Bering muborak qo'lingizdan bitta o'pay ustoz, bering. Ustoz, rahmat sizga ustoz, rahmat. Ustozim shunday sharmandagarchilikdan asrab qolganingiz uchun men sizga mana tiz cho'kaman ustoz. Bu voqeani unutib yuborgan edim. Hozir sen aytganday esladim. Sizlarga ko'zlaringni yuminglar deganimda o'sha bolani yomon ko'rib qolmay deb o'zim ham ko'zimni yumgan edim. O'sha bola senmiding? Ay o'g'ri. Isming kim edi? Hurmatmidi? Shermatmidi? Ha, Shermat. Ay, ay, ay,